Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, aka-ukalar. Yana bitta mashina Astra Caravanji sotiladi. Yili 1999-yil. 1.6 motor. To'lka benzin. Hech qanaqa aybi yo'q, hech qanaqa kraska yo'q. Bir hazayn haydalgan, olganiga 4 yil bo'lgan. Motorning ishlashlarini ko'rishingiz mumkin. Motor ishlayotganga o'xshamaydi mana. Motor ishlayapti. Dokumentiga kelsa, dokumenti mayda dokument qilingan aka-ukalar, mana maydaning oxiridan boshlaman. Mana ko'rishlaringiz, salon chista. Mana zo'r sostoyanniy mashina. O'zimizning sho'rnavoniy mashinalari aka-ukalar. Taksi qilinmagan, hech qanaqa haydalmagan. To'lka uyga haydalgan, ishga haydalib qolib ketgan. Orqasini ko'rishlaringiz mumkin. Probega kelsak 18 ming. Mana yoniq magnitofoni bor. Pulga keladigan bo'lsak 60 ming deyapti. Yana yaxshi muomalasi bor deydi. Yili 99, 1.6 motor. Motor ishlashlari zo'r. Просто обычный motor. Normalniy mashina deb o'ylayman. Aka-ukalar kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar aka. Mana. Aka-ukalar kimda-kim mashina reklama qilmoqchi bo'lsa, nomerlarni qo'yib o'taman, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Albatta sotib beramiz. Reklama narxi bepul, absolyutni bepul. Albatta aka-ukalar sizlardan bitta like va podpiska tugmasini istab qolamiz. Nomerni aytib o'tay. Aka, bir nomeringizni aytganda. 92lik 716 5101 aka-ukalar, o'zimiz sho'rnavoniy mashina, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Akam srochniy pul kerak uchun, boshqa mashina olish uchun sotyapti, bemalol telefon qilasizlar. Yaxshi mashina, bo'lmasa sotishga ham uncha shoshilganim yo'q deyapti. Aka-ukalar, bitta like va podpiska tugmasini bosib qo'yamiz. Rahmat oldindan.